Zo'ri keldi. Qadrdonlar, tevadan tashlab olsalar ham hech narsa bo'lmaydigandan bo'ladi. Bular koreyska apolovka, qadrdonlar. Bir komplekt apolovka sotib olasiz, xolasangiz fundamentga qo'yishingiz mumkin ekan, xolasangiz devorga qo'yishingiz mumkin ekan, qadrdonlar. Xolasangiz kolonna, xohlasangiz regel, hattoki o'sha apolovkada monolit quysalar ham bo'laveradi. Garantiyalari bor, koreyska apolovkalar, qadrdonlar. Razmeri har xil razmerlarda, ya'ni 50, 60, 40, xolasangiz tikkamachaga ham quysalar ham bo'laveradi. Narxga keladigan bo'lsak, bir donasi, ya'ni 120 ga balandligi o'sha har xil bo'ladi ekan. Ya'ni 120 bir donasi qadrdonlar qancha edi usta aka? 26 dollar. 26 dollardan boshlanib 36 dollargacha. Bu yoq o'sha razmerni aytsangiz akalarimiz terib berishaveradi ekan. Xolasangiz 1 metr, xolasangiz 100 metr ham sotishaveradi. Undan tashqari ya'ni nima deyiladi bu rim ustullari, ya'ni qoliplari ham sotiladi ekan. Bu yerda diametri har xillari bor ekan. 350 dollardan boshlanib 550 dollargacha bor ekan. Ya'ni 4 metrning narxi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan bo'lyapti. Videomiz oxirida bitta like bosib, qurilish qilyapti. Undan tashqari shunaqa narsalarni arendaga beryapti turgan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar.